Assalomu alaykum, hurmatli Ekonom Pechka kanalining a'zolari. Xudo xolasa mana ekonom pechkalarimiz ishlab chiqarishda davom etyapti. Bu kraska bo'limi hisoblanadi. Inshaalloh kraskalarimiz to'xtab sepilyapti. Iloji boricha maksimal harakat qilyapti odamlarga yetkazib berishga. Bu yerda kraskaga tayyor bo'lgan pechkalarimiz bor. Xudo xolasa bu yerda mana tayyor sepilganlari hozircha shular xolos. Burada zakatovka qilib qo'yganlarimiz bor edi, 200 ta. Uni ustiga qoldi. Endi mana kraska bo'lishga tayyorlari. Sizlar lekin qo'ldan kelgancha harakat qilishyapmiz. Tezroq ishlashga va tezroq ko'proq pechka chiqarishga. Betimiz ofisimiz bo'ladi. Mana pechkamiz qolgan zakatovkalar, ularning lazer xizmatimiz. Lazerlarimiz tezda davom etilyapti. Yağımız balık kraska bo'limi hisoblanadi. Bugungi hisobda bitta suratimiz ishlayapti inshaalloh. Ana pechkalarda yana bir qator yoqish masalasida, ya'ni o'zgartirishlar qilganmiz. Shularni tushuntiryapman sizlarga ozgina. Men sizlarga bir qator tushuntirayman. Katta yo'limiz hozircha shu xolos ekan, to'g'ri tushunasizlar degan punktamiz. Ya'ni yangicha variantlarimiz bor. O'tin pechkamiz bo'ladi. 1350 ming so'm degan pechkamiz. Shuni endi xudo xolasa mana full varianti ham chiqayapti. 1.400 ming so'm bo'lyapti bular narxi. Undan keyin bu haligi kichkina pechkamiz, o'tin pechkamiz oddiysini endi boshqacha bu bunda katta pechkamizda buni yonida qo'rg'oq chiqarmasa, endi buni yonida ham shunaqa qo'rg'oq chiqarib ishlab chiqaryapmiz xudo xolasa. Bu pechkada o'zgarishimiz shu, kichkina pechkamizda ham shunaqa bo'lyapti, oddiysida ham. Xuddi shunisiga bu yonidan qo'rg'oqli qilib chiqaryapmiz, endi ichidan emas. Kimga pechkalarimiz kerak bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Hamisha xizmatdamiz. Iloji boricha tezroq va maksimal ko'proq ishlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Yetkazib berishga ham harakat qilyapmiz hamma insonga. Kimga ekonom pechkalarimiz kerak bo'lsa, shuni pastda nomerlar qo'yganmiz, shularga aloqaga chiqaverasizlar. Xolasa o'zimiz adminlarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Javobini berib sizlarga hamisha xizmatda.